Barchaga xayrli kun qizlar. Bugun mana yana bir nechta tovarlarimiz yetib kelgan. Bir boshdan obzor qilamiz. BioHeal brendidan Tone Uply SPF kelgan qizlar. Yengil tonalka bor tarkibida. Bu klientkamiz zakazi. BioHeal brendidan to'liq nabor qilingan edi. Bitta SPF kasi kam bo'lib qolgan, shunga zakaz qilib berdim. Dr. CPU dan SPF kelgan nalichi qizlar bu. Rosa ham zo'r ishlab beradi yuzda. Bilasizlar, doktorskiy professional brend bu ham. 3+ bo'lgani bilan bemalol sizni 6 soat himoya qilib bera oladi qizlar. Tez-tez yangilagani ham juda ham teksturasi yengil. Round Lab brendidan SPF kelgan, har qanday yuz turiga tushib ketaveradi qizlar. Juda ham zo'r SPF kalardan. Beryoza so'kidan tayyorlangan. Har qanday teriga mos tusha oladi, keyin himoya qilib bera oladi qizlar. 4+8 soatga yetadi. Goodle brendidan SPF kelgan qizlar. Eng sevimli brendlarimdan biri Goodle ham. Rosa ham narsalarni ko'p sotaman. Mana shu SPF kasdan hech sotmagandim. Bu safar zakaz qildim. Yog'li kombi yuzlar uchun zo'r tushib beradi. Buni donalab olsangiz bo'ladi qizlar. Mana bu bitta tonapligi bor, yengil tonalkali, ikkitasi tonalkasiz kelgan. Donalab olsangiz bo'ladi. Alivyank magazindan olingan bular hammasi. Dr. G brendidan meni eng sevimli brendlarimdan biri. Barierni tiklaydigan multibalm kelgan. Multibalzam o'zi qizlar bu. Ayniqsa retinol, kislotalar bilan ishlaydigan qizlar bo'lsa, shularni yopish uchun zo'r ishlab beradi bu. Bariyeringizni zo'r tiklab beradi, himoya qilib beradi, keyin chuqur namlantirib beradi. Rosa ham zo'r. Hozirgi qishga maza qilib ishlatadigan kremlardan. Nalichi keldi bu ham. Keyin mana Goodle'dan mana bunaqa kattagina toner kelgan. Goodle'da to'liq narsasi bor qizlar sotuvda. Penkasi ham bor, toneri, serumi, kremlarigacha hammasidan bor. Bemalol nabor qilib olsangiz bo'ladi. Mili juda ham katta qizlar. 2 kishi olib o'rtadan bo'lishib olsanglar ham bo'laveradi. Undan keyin kremi mana. Kremi ham, serumi ham qizlar zo'r aktivatorlar hisoblanadi. Bular tarkibida 74% yashil mandarin ekstrakti bor. Mana shu ekstrakt sizni teringizni oqartirishga yordam beradi. Dog'larni zo'r o'chirtiradi, sepkillarni zo'r o'chirtiradi qizlar. Rosa ham zo'r foydasini bilasizlar. Askorbinoviy kislota nech foizligi ko'rsatilmagan ingrediyentda, lekin o'sha yashil mandarinda ekstrakt ko'p bo'lgani hisobiga ham ochartirish xususiyati kuchli. Mary Kay brendidan to'liq nabor kelgan qizlar. Bu yerda penkasi bor, keyin kremi bor va serumi bor. Bu ham vitamin C, faqat Goodle'dan arzonroq brend. Mana bunga cho'ntagim ko'tarmaydi deganlar uchun mana bu brend ham zo'r ishlab beradi qizlar. Buni bemalol nabor qilib ishlatsanglar bo'ladi. Penkasni 2 mahal yuvib, kremini kechqurunga, serumini kunduzgi ishlatsanglar bo'ladi. Zo'r effekt beradi bu ham. Qo'l kremlar kelgan qizlar, qo'l krem so'ragan qizlar uchun asalli sutligi, shaftoliligi kelgan. Juda ham hidlari приятный bo'lgan qo'l kremlar. Hozirgi qishda ayni muddao. Dr. G'ni pilingellari qolmagan edi qizlar. Juda ham zo'r sotilgan pilingellardan mana shu. Buni katta varianti qimmatroq, lekin haftada bir marta ishlatish uchun mana shunaqa yengil variantdan olsangiz ham anchaga xizmat qiladi sizga. O'lik hujayralarni tozalab, yuzingizga glow effekt beradi. Haftada bir marta ishlanadi xolos. No Sweet No Color keldi qizlar. Bu dezodorant 100% rezultat beradigan, testdan o'tib bo'lgan dezodorantlarimizdan qizlar. Buni bosqichma-bosqich ishlatiladi, o'zining etapi bor. Shu etap bo'yicha ishlatsangiz, umuman terlashdan qutulasiz. 1 oyda bir, hattoki 3 oyda bir marta ishlatadigan holatga yetib kelasiz. Juda ham zo'r narsa. Buni hattoki oyoq terlashlariga, ko'krak tagidagi semizlarda mana shu terlash hosil bo'ladi yoz oylarida. Ana shu yerga ishlatsangiz ham rosa ham zo'r effekt beradi. 8C dan primer ko'z kremlar keldi qizlar. Bundan o'zim ishlatganman. Namlik juda uzoq saqlab beradi. Keyin ko'z tagidagi ajinlar, mimik ajinlarimizni ham yoyilishga juda ham katta yordam beradi qizlar. Buni katta variantlari qimmat, shuning uchun shunaqa kichkina variantlardan tavsiya qilaman. Bu kichkina varianti ham ancha ketadi sizga. Kamida 3 oy 4 oy ishlatasiz, chunki ko'z kremini shu moshdagi yetib ortadi o'zi. Noskarna geldan bu zakaz, ikkita klientim zakaz qilishgan edi. Qizlar ugrini juda ham zo'r davolab beradi. Agar yuzingiz to'liq ugri bilan bosib ketgan bo'lsa ham, shu noskarnadan bir hafta ishlating, shunaqangi effektini bilasizki, rosa ham zo'r narsa. Bu o'sha aptekalarda sotiladigan doktorskiy brendlardan. Agar bitta ugri chiqib yuradigan bo'lsa ham, butun boshli yuzingiz uchun
uxud qilib o'tirmaysizda, o'sha ugrini o'ziga qo'yib olasiz, o'shani quritib beradi qizlar. Rosa ham zo'r ishlab beradi. Bundan ham keldi. Qizlar juda ko'pchilik yozadi YouTube'dan. Adres qayerda, qanday zakaz qilsak bo'ladi, nima qilsak bo'ladi. Menga yozing, men sizga Telegram lichkamni tashlab beraman. Bemalol Telegramga o'tib, suhbatlashib, kelishib, zakaz bersangiz bo'ladi. Men har qancha ma'lumotni o'sha yerda tushuntiraman. Mahsulotlarni ham hammasini narx-navosi bilan Telegram kanalimga qo'yaman. Opisaniyalari ham bor u yerda. Bemalol o'qib, o'sha yerdan lichkamga yozsangiz bo'ladi.